O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi tashabbusi bilan Sirdaryo viloyati soliq boshqarmasi tomonidan maktabgacha va maktab ta'limi tizimi hamda yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda viloyat maktablarida soliq bilimlari yosh avlodga mavzusida ijodiy ko'rik-tanlov o'tkazilmoqda. Hozir shu haqda. Tanlovning asosiy maqsadi o'quvchilarda soliqlarning jamiyat va davlat taraqqiyotidagi o'rni, soliq to'lash har bir fuqaroning konstitutsiyaviy burchi ekanligi haqida ongli munosabatni shakllantirish, shuningdek yoshlar o'rtasida soliq madaniyatini oshirishdan iboratdir. Tanlov 5, 7, 8, 9 va 10, 11 sinf o'quvchilari o'rtasida o'tkazilib, rasm, insho hamda videorolik nominatsiyalarini o'z ichiga oladi. Hozirda birinchi bosqichda maktablar miqyosida eng bilimdon va ijodkor o'quvchilar saralab olinmoqda. Soliq bilimlari yosh avlodga ijodiy ko'rik tanlovi Respublikamizda ilk marotaba o'tkazilyapti. Ushbu ijodiy ko'rik tanlov 4 bosqichda va 3 ta yo'nalishda olib boriladi. Ya'ni 5-7 sinflar o'rtasida eng yaxshi rasm, 8-9 sinflar o'rtasida eng yaxshi insholar ko'rik tanlovi va 10-11 sinflar o'rtasida eng yaxshi videorolik yoki reels olish yo'nalishlari bo'yicha olib boriladi. Mana bugun maktabimizda maktab bosqichini o'tkazdik. Xudo xolasa undan keyin tuman shahar bosqichi, keyin respublika bosqichida olib boriladi. Respublikamizda maktab yoshidan boshlab o'sha soliq bilimlarini mustahkamlash, ularni soliqlar bo'yicha yetarlicha bilim darajasini oshirish masalalari bugungi kunda o'ta dolzarb masalalardan biri deb hisoblayman. Albatta yoshlarimiz o'sha maktab davridan boshlab soliq bilimlarini egallagan holda vatanga muhabbat ruhida tarbiyalanadigan bo'lsa, kelajakda mustaqil O'zbekistonimizni rivojlanishida o'zini munosib hissalarni qo'shadi degan umiddamiz. Tanlov tuman, viloyat va respublika bosqichlarida davom etib, har bir bosqichda g'oliblar munosib rag'batlantiriladi. Yakuniy bosqich fevral oyi oxirida respublika miqyosida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tadbir yoshlarda soliq qoida bilimlarini erta yoshdan shakllantirish, jamiyatga daxldorlik hissini oshirish, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyatini kuchaytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.